bo'lasiz. Alo. Alo, Yusuf aka. O Zaynab. Qayerdasiz? Tez keling. Ha, tinchlikmi? Anu dastavkachi kelgan edi. To'polon qilib yotibdi. Nega to'polon qiladi? Kelsangiz tushuntirib beraman. Iltimos tez keling. Xo'p. Qo'shnilar militsiya chaqiraman deb baqirishsa ham ketmayapti. Xo'p, hozir boraman. Tezroq keling. Husan aka, hech qayerga chiqarib yormay turing. 1-2 soat darsi bor. Mayli. O'zim olib ketaman. Xo'p? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Nima qilib tursan bu yerda? Dastavka olib keldim. Dastavkani olib ketib, o'zing ye so'ygan ovqatingni, tushundingmi? Men u bilan gaplashib olishim kerak. Kim bilan gaplashasan? Zaynab bilan. Zaynab senga kim bo'ladi? Yuradigan qizim bo'ladi. Yuradigan qizing? Menga qara. U meni xotinim, tushundingmi? Yaqinlashsang o'ldiraman. Hali senga Yo'qol bu yerdan. ko'rsatib qo'yaman. Nima bo'ldi? Bo'ldi, ketdi. Nima dedi? Kim edi u? Sinfdoshim bo'lgan. Maktabdan kechqurun qaytayotganimda menga tegmoqchi bo'lgan. Boshqa sinfdoshim meni yonimdan olib urishib ketgan. Uni boshiga tosh bilan urib o'ldirib qo'ygan. Qamalib ketgan keyin. Bizni yoshligimizda Buxoroda yashaganmiz tog'am bilan. Keyin Toshkentga ko'chib kelganmiz. Dastavka olib kelibdi. Meni tanib qoldi. Qo'rqib ketdi.